Boburjon, uzoq yo'lga ketyapsan. Ovqatingni yeb ol, bolam. Ol, bolam. Ona suyuq ovqat yemayman dedim-ku, nimaga olib keldingiz? Uzoq yo'lga ketyapsan. Yemayman. Yemayman dedim-ku, ona. Tinchlikmi? Ketdik, so'raymiz, ketdik. Yur. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom. Mayli, biz ketdik. Mayli, yaxshi boringlar. Mayli. Onang duolarini oldik. Uzoq safar ketyapmiz baribir. Yur, men ham onam duolarini olib kelaylik. Bu onajonim bilan ko'rishadigan yagona joyim. Men telefon qila olmayman. Men o'pib, quchoqlab erkala olmayman. Hidlarga to'ya olmayman. Bobur, men senga aqlli qilmoqchimasin. Shunchaki senga bitta savol. Agar onang o'lib qolsalar, nima qilasan? Farruh. Uyga boraylik. Qornim och qoldi. Onajon ovqatlarini sog'indim. Onajon, meni kechiring. Voy bolam. Men sendan xafa emasman. Ovqatingiz bormi ona? Bor. Olib keling. Hozir. Farruh, kel ovqatga. Onajon, so'ramadim-ku. Erkak kishiga bir kosa nima bo'ladi, bolam? Yeyvering. Ol, o'rtoq. Uyalma ol. Yaqinda xolamnikiga borgandim. Ovqatimni yeb bo'lib, xolajon yana ovqatsiz bering deyishga rosa uyaldim. O'shanda onamni yo'qotganimni sezdim. Xo'rligim kelib, boshqa xonaga o'tib rosa yig'ladim. Hech kim bilmadi ham. Lekin shuni bildimki, onajonim hali tirik ekanlar. Siz ham meni onamsiz, onajon. Rahmat bolam. Qachon onangizni ovqatini sog'insangiz, onangizni sog'insangiz kelavering. To'g'rimi, Boburjon? Eshigimiz ochiq. Kelavering.